mana bunaqa chizig'i bor. Ko'ryapsizmi? Mana chizig'i yo'q. Xo'p, makka chorva uchun foydali jihatlarini aytib bering, Komol aka. Hop bo'ladi. Makka eng kaloriyasi yuqori, 78%lik makka. Makkani o'zini qadimgi urug'lari juda zo'r bo'lgan. Mana shunaqa joyda importni upakovkalarning chizig'i bor-da. Mana bunaqa chizig'i bor. Ko'ryapsizmi? Mana chizig'i yo'q bo'ladi o'zinikida, lekin sifat yuqori bo'ladi. Maydalasangiz unga o'xshab ketadi. Lekin mana shu bilan qo'shib qaynatsangiz, biliq qaynab chiqsa, hazm bo'lish jarayoni yaxshi bo'ladi. Bu endi importni upakovka makkalar sal qattiqlik qilyapti. Bular ko'proq qaynashi kerak. Lekin kaloriyasi ham pastroq saqal. Kaloriyasi. O'shanga e'tibor beringlar har doim jo'xori olayotganda sifatiga, uni anaqasiga pech deganlari bo'lardi bizda. Juda katta zo'r. Mana bular hammasi importni upakovka. Buni qattiqlik darajasi buni qushda sinab ko'rishdi. Kasha qiladiganlar sinab ko'rdi-da. O'shanga iloji boricha bundan 1 soat ko'proq qaynash kerak o'zi. Makka. O'shanda hazm qilish jarayoni yaxshi bo'ladi. Badaniga singishi yaxshi bo'ladi. Mashalloh, harakat toping. Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.